Qizlarjonlar, hozir biz yengiga o'tishimiz kerak. Yengida nima qilamiz? Mana manba anaqasi bor-ku. Agar choksiz просто anaqa nima deydi, matoni o'ziga bichayotgan bo'lsanglar, mana shu qo'ltiq o'yindini o'lchab olasizlar. Mana shu qo'ltiq o'yindi bizga hozir kerak bo'ladi. Tak, demak bizda mana qo'ltiq aylanamiz, общий 35 bo'ldi. 35 ni shundoq ikkiga bo'lasizlar. Matoni o'zida biz maqomimizda bichamiz. Mana 35 ni ikkiga bo'lasizlar. Tepaga detski mana bundoq bo'ladigan bo'lsa qizlar, tepaga detskilar uchun 10 sm, undan ko'p, bu qizchamizga 8 chiqamiz. Mana 8 sm bunda tom qisqa chiqasizlar-da. Ozgina oldindan qo'yib turib, просто bunda dumaloq lagancha qilib olasizlar. Qizchamizni uzunliklari 34 choq haqi bilan 35 ekan. Planka uchun xohlasanglar, agar bitta narsada, agar plankani просто ustiga для красоты qo'ygan bo'lsanglar, shu 35 ligicha qoladi. Agar plankani alohida olgan bo'lsanglar, 3 sm olib tashlaysizlar. Qo'ltiqdan 1 sm ichkariga kirib turib bo'ldi. Mana shu bizning yengimiz bo'ladi. Demak, mana qizlarjonlar, biz to'g'ri kelyaptimi yoki yo'qmi bilishimiz uchun mana shundoq kelib beryapti. Kattalarnikida pasatga berishingiz mumkin, lekin kichkinalarga pasatga bermaysiz, chunki tom qismi o'zi yapaloq. Yapaloq bo'lgani hisobiga mana qoq o'rtasida bo'lsa, mana taqqa-taq shundoq kelib beradi.